Savol. Assalomu alaykum ustoz. Atrofimizda nurg'un bolalarda namozni tashlash ahvoli og'ir ekan. Ular bir mazgil tashlab, yana boshlab, yana tashlab degandek so'zliq ko'p sodir bo'lganligi uchun endi tavba qilsammi Alloh qabul qilmasligi mumkin, o'qisammi yana tashlab solaman deb umidsizlikda o'qig'isi kelmaydi ekan. Ko'pinchisi kichkida aqida to'g'ri tushuntirilmaganligi ham qo'pol gap so'z tayoqlari bilan tarbiya olganligi uchun namoz qo'shyoqimiz kerak. Ular o'tib ketgan o'qimagan namozning qazosini qilishi kerakmi? Mushu xildagi bolalarga shariat nima deydi? Sizlar bir diniy olim bo'lish sifatlari bilan qanday tavsiyalari va nasihatlari bor? Alloh ilmlarini ziyoda qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta, balog'atga yetgandan keyin o'tib ketgan namozlarning qazosini qilish kerak. Tavba darvozasi taqalab qolmaydi. Bu turlik bolalar millatimizning sarsanchilikda turli besimlar tufayli farzandlariga to'liq ko'ngil bo'lib bo'lmasligidan va maktab, jamiyat muhiti, media qatorliqlar sog'lom bo'lmaganlikdan, shundaqla yaxshi o'lga, to'g'ri ilm va sog'lom muhitga muyassar bo'lolmaganlikdan turli yomon ta'sirlarga ma'ruz qilganligi bir haqiqat. Meningcha bolalarni ziyonli muhitdan mumkin qadar yiroqlashtirib, ularga ulgu sunish bilan birga Alloh taoladan davomli farzandlarimizning insobiga duo qilib turish lozim. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.